Tak bolalar, vafsha o haldan beri masjidda yuribman. O qishloqdan masjidgacha kelyapman. Bile suvim ham tugadi hozir. Taxtami? Bolalar masjidgacha yurib keldim. Taxtami? Qishloq. Va mayda taxta bekorga qo'yilmagan ekan. Bichora chanqadim, suvlarim ham tugadi. Oxiri, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bu qo'shni qishloqmi? Albatta. Ano qishloqdan kelganman, uzoq yo'ldan. Basharay qizarib ketibdi. Men 50 gradus issiqqa. Tezroq meni uyimga kirib tur. Unda pishib, miya achib qoladi. Xo'p, rahmat. Tak, suvni ichole. Yaxshi. Uyini so'rab kelay. Uyingiz qayerda? Meni uyim temirchini uyi. Bola. Temirchini uyi? Temirchini uyi mana bu. Nimadir bormi? Qornim yomon ochdi. Hozir sandiqda nimadir bormikin ko'raychi. Tak, yotib tursam bo'lar ekan, yotib turaman bolalar. Sandiqni ochib ko'raychi. Mayli, biron narsasi tegmay qo'yaveray. Aytgancha bir stak non to'plab yurdim bolalar. Haligi ana qishlog'imizda bug'doy deydi-ku, terib yasaganman. Bir stak yasab oldimda, qornim ochsa yo'lda yeb ketaman dedim. Endi qishlog'ini aylanaychi. Kaktus. Daraxt chopishim kerak. Ana daraxt chopib kelsam bo'ladimi qayerdandir? Lekin shlem kiyib olganmisan? Shlemim yo'q. Nimaga shleming yo'q? Shlem kiyib chiq tashqariga. Chunki tashqari rosa issiq. Qizib ketishing ham mumkin. Hammasi qishloqda aylanib chiq. Xo'p. Bola omborxonasini titib zo'rg'a topdi menga shlem. Birovni uyida nima qilyapsan? Kiyib olamiz. Birovni ishoninglar. Omborxonasini titib tashadi. Aylanib chiqaychi qishloqda. Qani? Bas. O'di uy ekan. Mayli. Assalomu alaykum. Sen kimsan? Yo'q, 999-qishloqdan kelganman, bashariyga oyog'im. Bo'pti, Vashington yashaver senga bitta men bu qishloqni berib olaman, senga bitta uy beraman. Bitta kattaroq uy olaver, kredit. Kattaroq uy kerak emas. Mer. Ana mer haligi temirchini uyida yotib turaman ekan. Qarang, boshimga o'zi temir shapka kiyib olganman. Bet sizlar qanday chidaysiz siz? Qarang, issiq kiyingansiz. Yo'q, men o'rganib ketganman. Xo'p. Ana uyda jecha dam olib yoting? Yotaver, lekin men jecha dam olganidan keyin uy beraman sovg'a qilib. Xo'p. Ukam basharay qizarib ketibdi. 999-qishloqdan keldim-da. Rosa uzoq-ku. Hozir 50,000 gradus issiq ekan-ku. Mana uyda yashasam bo'lmaydimi? Bo'ladi, xohlagan uyda yashla. Xo'p, keyinroq tanlayman. Ikkinchi qismi kelsa. Ona
Homer chaqiryapsizmi? Yo, sizni haqiqiy ismingiz nima? Meni haqiqiy ismim Not Creeper. Seni kichik nima? Ayt tezroq. Meni YouTube'da ko'rganmisiz? Redrock degan YouTuberda? Ha, sen ashu youtubermisan. Senga 7 ta uy sovg'a. Rahmat, kallingizni aylanay. Ikkita beri ora. Yana Xo'p. kelishadi 5 ta olgan. Mana bilet. To'xtang, hozir meni sherigim necha kun 5 kundan keyin men keladida. Ha. Keyin aslida bitta uy sovg'a qilib berasiz sherigimga. Ha. Yukini taniysizmi? Ha. Taniyman. Sen videolaringda qatnashadiganmi? Ha, gapirib turadi, lekin u o'ynamaydi birga. Ashu Roblox ko'proq- video o'yinida o'ynagan. Asha ko'proq YouTube'ga chiqib tursa, men ashqizni sevib qoldimda. Basharingizga oyog'im, buningizga so'raymi? Yo'q, haslashdim, sevaman o'rsa. Gulobga men kapan so'ragim. Orqangizni qiling. Oching. Dedamsan, nima qilyapsan? Aylanmay turing. Nimara? Bitta. Uzr. Xo'p, qaytib boradi menga. Bola, endi daraxt qaytdan oson bo'ladi desanglar, bir savol. Bola, kutinglar, ikkinchi qismini olaman, maza qilib o'ynaymiz. Maza qilib video olaman. Bitta suv ichib olaylar, chaqib ketdim. Eshitdim. Bo'ldi, nondan bitta olay. Ikkinchisida zombilar bilan uraman. Har videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. To'xtanglar, merda gapim bor. Mer o'zi aytib turar ekan. Mer. Ha. Hozir bu videoyimni YouTube'ga joylasam bo'ldi. Ha, xayrlashib qo'yaymi? Ha. Xayr, obunachilar. YouTube ko'rishini kutinglar. Men unga gulobga beraman. O'zi ko'zim qaradi, e'tibor bermanglar. Ochkiyman bor. Men boyvachchaman, xulosing. Mer bo'lsangiz boy ekansiz. Men sizni bitta joyda ko'rganman. Oldin qishlog'imda sizni ko'rganman. Ochkingizni yechgansiz, ko'zingiz yashillaydi. Ha, to'g'ri, meni ko'zim yashil. Oldin mervasiz kambag'alingiz. Ha, men kambag'al edim. Hozir boyib ketibsiz, qanday gul? Konga kirdingiz? Ha? Videolaringizni ko'rganman, konga kirgansiz. Keyin olmoslarni topgansiz. Sandiqdan 10 stak pul olib chiqib ketgansiz. Ha, to'g'ri, O'ldirib lekin meni qo'ydim. salar quvlashgan. Bo'pti, xayr. Keyingi safarda boshqa kiyib chiqing. Bola prosta yuragim g'alati bo'lib ketdi. Merni o'ldirib qo'ydim. Videoni shu joyda to'xtataman. Unda Melisa qamoqqa olib kirib ketadi.